Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasi yoshlarning bilim va salohiyatini amaliyot bilan bog'lovchi muhim platforma. Mazkur tadbir O'zbekiston Milliy banki, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Namangan viloyat hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi hamda Savdo-sanoat palatasi hamkorligida tashkil etildi. Bugungi kunda Namangan viloyati oliy ta'lim muassasalarini 20 ming nafardan ortiq bitiruvchilar demak bu yil tugallash kutilmoqda va bugungi kunga qadar o'sha belgilab berilgan vazifalar asosida viloyatning 48% ga yaqin bitiruvchisini bandligi ta'minlandi va endilikda bizning oldimizda turgan oliy ta'lim tashkilotlarining oldida turgan ustuvor vazifa sifatida qolgan bitiruvchilarni bandligini ta'minlash va o'z navbatda bugun tashkil etilgan Talaba Expo kasb ko'rgazmasi doirasida hududning yirik ish beruvchilarini bu yerga jamlangani bizning talabalarni o'z o'rinlarini, ya'ni mehnat bozorida o'z kasblari bo'yicha o'rnini topishlariga muhim demak zamin bo'lib xizmat qiladi. Ko'rgazmada 150 ga yaqin yirik ish beruvchi korxonalar 2000 dan ortiq bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdilar. Pavilyonlar yoshlar bilan gavjum bo'ldi. Bitiruvchilar o'z mutaxassisliklari bo'yicha munosib ish o'rnini tanlash va shu yerning o'zida suhbatdan o'tib doimiy ish joyini topish imkoniyatini qo'lga kiritdilar. Talaba Expo 2026 ko'rgazmasida tekstil fabrikamizdan 50 dan ortiq ish o'rnimiz bilan qatnashdik. Bizga 70 dan ortiq talabalar suhbatga kelishdi. Biz suhbat qildik, korxonaning shart-sharoitlari, oylik maoshlar bilan tushuntirib, sharoitlarni tushuntirdik. 7 nafar talabani ishga qabul qildik. Shu yerning o'zida biz ham xodimlik bo'ldik, ham talabalar ish o'rniga ega bo'lishdi. Talaba Expo 2026 bitiruvchi yoshlar uchun keng imkoniyatlar taqdim etilmoqda. Aynan har bitta yosh avvallari bitirgandan so'ng men qayerga ishga joylashsam ekan, meni qayerda ish kutib turibdi degan savollar bilan o'ziga murojaat qilardi. Hozir davlatimizda yuritayotgan bunday siyosatlar sababli bugungi kunda aynan bunaqa qo'rquv yoshlarimizda yo'q. Chunki biz oliy ta'lim muassasasini bitirganimizdan so'ng biz uchun tayyor ishlar mavjud va ularni biz bevosita o'zimiz tanlab, saralab o'zimiz joylashimiz mumkin. Men ham pedagogik oliy ta'lim muassasasi talabasi bo'lganligim uchun o'zimni maktab sohasida sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Aynan ushbu Expo dasturi doirasida men o'zim maktabdan ish topdim, suhbat jarayonlaridan o'tdim va ularni menga bildirgan ishonchdan juda ham xursand bo'ldim. Sentyabr oyidan o'zimni ish faoliyatimni boshlash mumkinligi ular tomonidan ta'kidlandi. Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmasida qatnashdim. Bu ko'rgazma men uchun eng katta imkoniyatlardan biri hisoblanadi. Hozirda 3 ta korxona bilan suhbatda bo'ldik va bitta korxona bilan shartnoma imzoladim. Ma'lumotlar olish ham juda qulay. QR kodlar orqali biz ma'lumotlarimizni berdik va ishga kirayotgan korxonam haqida ma'lumotlarga ega bo'ldim va oylik maoshlari haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bu kasb ko'rgazmasi talabalar uchun juda ham katta imkoniyat bo'ldi. Biz talabalar endilikda ishlarni qidirib, ko'chada sarson bo'lib yurmaymiz. Shu yerning o'zida biz o'zimizga munosib ishlarga ega bo'lmoqdamiz. Biz yoshlarga berilayotgan shunday e'tibordan biz prezidentimizga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Talaba Expo kasb ko'rgazmasining nufuzi yildan yilga oshib bormoqda. O'tgan yili tadbirga 8677 nafar talaba ishtirok etgan bo'lsa, joriy yilda bu raqamlar 10215 nafarga yetdi. O'sish 118% ni tashkil qildi. Ish beruvchilar bilan bevosita suhbat o'tkazgan talabalar soni esa 2253 nafardan 5553 nafarga ko'paydi. O'sish sur'ati 246%. Yoshlar bandligini ta'minlash maqsadida Namangan viloyati uchun ajratilgan moliyaviy resurslar hajmi ham ortib, 2025-yildagi 17,5 milliard so'mdan joriy yilda 26,5 milliard so'mga yetdi. O'sish 151%. Ish o'rinlari aniqlangan talabalar soni ham sezilarli oshib, 914 nafardan 1065 nafarga yetdi va o'tgan yilgiga nisbatan 116% ga oshdi. Tadbirkorlikka yo'naltirilgan yoshlar soni esa keskin oshib, 68 nafardan 117 nafarga ko'paydi. Bu ko'rsatkich yoshlarning biznes va tadbirkorlik faoliyatiga qiziqishi tobora ortib borayotganligini ko'rsatadi. Shuningdek, 2026-yilda ajratiladigan kredit mablag'lari hisobidan yaratiladigan ish o'rinlari soni 544 nafarga yetishi rejalashtirilgan bo'lib, bu o'tgan yilgi 290 nafar ko'rsatishga nisbatan 188% ga ko'pdir. Hurmatli prezidentimiz bitiruvchilar uchun, oliy ta'lim bitiruvchilari uchun ish bilan band qilish emas, balki ular uchun munosib sharoit yaratish masalasini o'rtaga qo'ydilar. Bu 61-sonli qarorda ham, 210-sonli qarorda ham va kuni kecha
oliy ta'lim fan innovatsiyalari vaziri hamda tarmoq mas'ullari bilan bo'lgan taqdimotda ham aynan shu masala ko'tarildi. Bu nima degani? Bu endi talaba yurib ish beruvchini eshigini taqillatib yurish emas. Ish beruvchi bugungi shartnomalar imzolanishi, moliyaviy resurslarning ko'payishi bilan bog'liq masalada bitta hikmatni ko'rish kerakki, ish beruvchi bu yilgi bitiruvchiga bo'lgan ishonchini mustahkamlanayotganligi. Bu juda katta resurs. Bu juda katta motiv hisoblanadi va shuning uchun ham shu nuqtai nazardan olganda bu yilgi 2026 Exponing o'ziga xos xususiyati. Yana bir muhim jihat. Bu kelajakka qadam dasturi doirasida o'z Milliy bankning tavsiyalari asosida bu yilgi holatdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu moliyalashtirishning fondi ko'paygan. Ana shu masalani prezidentimiz bu yildan iyun oyidan boshlab uni yana 100 million dollarga oshirdi. Bu degani imkoniyatlar yana kengaydi. Biz talaba kelajakka qadam dasturi loyihasida dastlabki moliyalar 10 milliondan boshlangan edi va 1 milliardgacha edi. Hozir 2 milliardgacha bordi. Bu yangi imkoniyatlarni biladi. Endi 10 million olgan bola endi 20 milliondan boshlaydi loyihasini. Bu ayniqsa pedagogik ta'lim uchun ham juda katta imkoniyat, bu yangi tadbirkorlik obyektlari uchun. Talaba Expo kasb ko'rgazmasi yoshlarning kasbiy faoliyatiga dadil qadam qo'yishi, o'z salohiyatini namoyon etishi va kelajak rejalarini belgilab olishi uchun muhim zamin yaratdi. Davlatimiz rahbarining joriy yil 1-iyunda qabul qilingan tadbirkorlik loyihalarini qo'llab-quvvatlash orqali yoshlar bandligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori o'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan yigit-qizlarga va tadbirkorlarga ko'plab imtiyozlarni taqdim etdi. Talaba Expo 2026 ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bu an'anaga aylanib ulgurdi. Aynan prezidentimiz 2025-yil 14-fevralda yoshlar bilan uchrashganlarida 61-sonli qarorlarni e'lon qilgandilar va shundan boshlab kelajakka qadam dasturi barcha oliy ta'lim muassasalarida tashkil etildi va u yerdagi bitiruvchilarimizga o'zlarini kelajakdagi dasturlarni eshitib, ularga qanday kreditlar ajratilishi mumkin shular xususida to'liq ma'lumotlar berishga aylanib ulgurgan edi. Endi esa kuni kecha 1-iyun kuni 210-sonli qarorlar ham e'lon qilindi va buni ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rdik va aynan kelajakka qadam dasturi doirasidagi oliy ta'lim muassasamiz tashkil etilgan markazda ham bizga ma'lumotlar berishdi. Men bugungi kunda Namangan davlat texnika universiteti 2-bosqich magistranti, qolaversa shu yerda bitiruvchisiman va men ham aynan ushbu dastur orqali kelajakdagi tadbirkorligimni amalga oshirish uchun kredit olmoqchi bo'ldim va bugungi Talaba Expo 2026 da ham aynan o'z Milliy bank xodimlari va u yerda ishtirok etayotgan o'sha pavilyonga borib, ular bilan intervyu o'tkazdik va mana o'sha dasturimni aynan transport vosita muhandisligi yo'nalishida tamomlayapman va transportlarga o'sha servis xizmatini ko'rsatish mani loyiham borligi xususida ularga bildirdim, taqdimot qildim va ular 300 milliongacha bemalol o'sha kredit olishi mumkinligini aytib o'tishdi. Bilsangiz, oldingi 61-sonli qarorimizda 10 milliongacha agar kredit oladigan bo'lsa, hech qanday garovsiz, bugungi 210-sonli qarorda esa bu 20 million bo'lganligini va men aytgan loyiham doirasida 300 million bemalol olishi mumkinligini ham aytib o'tishdi. Bilasizmi, bu endi men kabi bitiruvchilarimizni aynan ishi aniq bo'lganligi, bandligi ta'minlanganligidan bir dalolat desak ham bo'laveradi. 210-sonli qaror bilan tanishib chiqqanimda, agar o'sha bitiruvchilarni ish bilan ta'minlasam, menga yana ham ko'proq imkoniyatlar, imtiyozlar berilishi haqida bilgandim. Endi shu uchun ham aynan bu tadbirkorlikni yo'lga qo'ysam, albatta bitiruvchilarni ish bilan ta'minlayman va o'sha o'zi dasturimiz doirasida ham 10 nafar bitiruvchilarni umuman olganda ish bilan ta'minlashni biz reja qilganmiz. Hozirda tadbirkorman. Faoliyatimiz yo'nalishli taksi xizmati. Prezidentimiz 210-sonli qaroriga asosan shu bankka murojaat qildik. 7 milliard so'm mablag' ajratish imtiyozli, 15%lik. Shu mablag'dan foydalanib aholiga qulaylik yaratish maqsadida yana avtobus olib kelib faoliyatimizni kengaytirmoqchimiz. 4 nafar talabani ishga qabul qilganim uchun menga shu imtiyozli kredit Milliy bankdan oldim. Umumiy hisobda tadbirkorlik faoliyatimizda 15 nafar ishchi xodim bor. Ulardan ichida 4 nafari talaba. Bugungi kunda mamlakatimizda yoshlar bilan ishlash tizimini yangi darajaga olib chiqish, ularni ijtimoiy iqtisodiy qo'llab-quvvatlash va bandligini ta'minlash bo'yicha samarali ishlar olib borilmoqda. Xususan, joriy yilning 24-fevral kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan yoshlar tashabbuslarini qo'llab-quvvatlashga doir qo'shimcha imkoniyatlar yuzasidan kengaytirilgan tarzda muloqot uchrashuvi bo'lib o'tdi. Ushbu uchrashuvda davlatimiz rahbari tomonidan
yoshlar bandligini ta'minlash va tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash bo'yicha yaratilayotgan keng imkoniyatlar va yangi imtiyozlar e'lon qilindi. Haftaning har payshanba kuni yoshlar kuni deb belgilanib, hozirda har bir tashkilot rahbari tomonidan yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Uchrashuvlar davomida yoshlarning mavjud takliflarini o'rganilib, muammolarini doimiy ravishda hal qilib kelinmoqda. Bugungi kunda viloyatimizdagi 7 ta oliy ta'lim muassasalarida hurmatli prezidentimizni 61-sonli qarorlari asosida kelajakka qadam markazlari tashkil etilganligi yoshlar bilan ishlash tizimini yangi bosqichga olib chiqdi. Ushbu markazlar orqali talabalarga o'quv muassasalarini o'zida ularning bandligini ta'minlashga ko'maklashish, biznes g'oyalarini tayyor loyihaga aylantirish va imtiyozli kredit ajratish orqali moliyalashtirish tizimi yo'lga qo'yildi. Bank tomonidan bitiruvchi yoshlarimiz uchun tadbirkorlikka ilk qadam krediti bo'yicha 20 million so'mgacha garovsiz, Business Start krediti bo'yicha 300 million so'mgacha, Business Progress krediti bo'yicha esa 2 milliard so'mgacha kreditlar ajratish yo'lga qo'yildi. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, amaliy natijalarimiz ancha quvonarli. Sababi joriy yilning o'zida viloyatimizda bitiruvchi yoshlarimizning 471 ta loyihalarini moliyalashtirish uchun 20 milliard so'mga yaqin imtiyozli kredit mablag'lari ajratildi. Hamda 528 nafar talaba yoshlar bandligi ta'minlandi. Quvonarlisi, ushbu ko'rsatkich o'tgan yilga nisbatan solishtirganda 2 barobarga oshdi. Bu nafaqat yosh tadbirkorlar safini kengaytirishga, balki ularning moliya va biznes sohasidagi savodxonligini ortishga ham xizmat qilmoqda. Talaba Expo 2026 orzular kasbga, bilim esa muvaffaqiyatga aylanadigan manzil. Bugun bu yerda talaba va ish beruvchi o'rtasidagi masofa qisqardi. Kimdir o'zining ilk ish joyini topayotgan bo'lsa, yana kimdir kelajakdagi karyerasi uchun muhim qadam tashlamoqda.